Oxunboboy tarixida bo'lmagan narxda yer ko'rsataman. 1 sotigini 22 ming dollardan. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, katta mahalla, asfalt bo'lgan. Oldi fasad kengligi 20 metr, to'g'ri to'rtburchak, uzunasi 30 metr bo'ladi. Nimaga 22 mingdan emas sotigini? Hozir qisqacha tez tushuntirib o'taman. Darvozaxonadan kirib kelish. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa fayzli xonadon. Bitta kirarkanmiz gir aylana uy tushgan, podulam gir aylana tushgan. Xullas qaranglar. Mana mana joyimizda bor-ku. Uzunasi 5 metr bo'ladi. Mana mana shu yerdan devor uriladi. Shunday kelganda mana o'rtaga kopta qo'yib qo'yganmiz. 5 metrlik yo'lakdan kirib kelganimizda mana mana shu orqa tarafini berishyapti. Shunday yurib kelgandacha qaranglar, mana mana shu yerdan bitta turamiz. Mana mana shu devorgacha. Mana daraxt o'tib-ku. Xullas bu yoq tarafi o'tyapti. 315 sotig'i o'tyapti. Agar bu yoq tarafini olaman desanglar, alohida buni narxi 146 ming dollar bo'lyapti. Buni sotiga 215 sotuv. Agar yaxlit olaman desanglar, mana mana shu 6 sotuvni olaman desanglar, 215 ming dollar bo'lyapti. Agar yo'q, menga 3 sotuvni, 315 sotuvni o'zi kerak desanglar, mana mana shu aytganimdek 5 metrlik yo'lakdan mana mana shu yerdan kesib berishadi. Bu yoq taraf biz to'shab bitta darvozaxona, uzun yo'lak ketdi. Mana mana shu taraf o'zi 315 sotuv 70 ming dollar. Xonalarni tanishtirib o'taman. Bitta prixoshka, kattagina hol, bitta yotoqxona, bitta detski, keyin bitta yotoqxona. Qaranglar, mana burchakda ham bitta yotoqxona bor ekan, ovqatlanib o'tiradigan xona, oshxona, hojatxona, yuvinish xonalari joylashgan. Olmazor tumani Oxunboyev mahallasi. Egalar nomerini pastda qoldiraman, telefon qilib baraka qilinglar.